Assalomu alaykum Sevara opa, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, Tuzimisiz? O'tgan Zamiba. safargi muolajalaringizda judayam yaxshi bo'ldim, to'g'risini aytsam. Men bunaqa rezultat kutmagandim. Keyin anaqa vес tashlash bo'yicha ham menga bergan maslahatlaringiz judayam zo'r. Hech qanday ta'sir ham qilmadi. Boshqacha bunaqa reaksiyalar ham bo'lmadi. Men judayam to'g'risini aytsam, shunaqa ishondim. Boshqa odamlarga ham tavsiya qildim. Men juda ham xursandman bergan tavsiyalarim, muolajalarim sizga ta'sir qilganiga. Sizga ham rahmat. Chunki bergan tavsiyalarim, muolajalarimni vaqtida qilganingiz uchun ham xuddi shunaqa rezultat oldingiz. Zarnigor o'tgan gal analizda topshirganingiz, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Nimani yana korreksiya qilish kerak, yana sizga qanday muolajalar, tavsiyalar berishim haqida gaplashib o'tamiz. Keyin bundan oldingi kelgan protseduramda ham gormonal narusheniylar bo'lgandi. Menda o'shani zo'r davolab berdi. O'shaning uchun ham sizga ham katta rahmat aytaman opajon. Lekin to'g'risi men sizdan davo topdim. Sizdan oldin nechta ginekologga borgan bo'lsam, bunaqa rezultat ko'rmagandim. Asosiysi o'sha bizning davoyimizda gormonalsiz sizni davolashga harakat qildim. Chunki gormon ham sizni o'sha modda almashinuv buzilishiga va boshqa organlarga zarar qilmasligi uchun sizni o'sha o'simliklardan bo'lgan gormonsiz dorilar bilan davolashga harakat qildim. Juda ham xursandman samara berganda.